Joy namozlarda turib Allohga bolamni topshirdim degan otang bormi, sen zo'rsan. Boshingga musibatlar kelganda musibatingga sherikman degan otang bormi, sen zo'rsan. Yori birodar, oshna og'aynilar oyog'ini tortib ketganda ham bolam deb yoningda turadigan otang bormi, sen zo'rsan. Yiqilsang qo'lingdan tortadigan otang bormi, zo'rsan. Ko'zingdan yoshing oqqanda ko'zingni yoshini ortadigan otang bormi, sen zo'rsan. Otang dunyodan ketgan kuni farzandni zo'rligi qolmaydi. Qanot singanday bo'ladi. Burchay-burchaylarga o'tib, to'yib yig'laydigan bir davrlar keladi. Yelkangda turgan otani qo'llarini qumsiysan. Otani qo'llarini yuzingga surging keladi, lekin bu qo'llar chiri bo'lgan bo'ladi. Bu qo'llarni topolmaysan, gardini ham topolmaysan. Mana bugun shunday bir ulug' kun, ulug' oy, duo qabul bo'ladigan. Otalar duo qilsa qabul, onalar duo qilsa qabul bo'ladigan. Ha saharlik bo'lsin, ha iftorlik bo'lsin. Otalarning duosidan farzandlar foydalanadigan, bahramand bo'ladigan daqiqalarni g'animat bilib, otalarimizning duosida barqaror bo'lishni Alloh hammamizga nasib etsin. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.